Uf, shu yetmay turuvdi. Endi nima bo'lgan bo'lsa bu mashinaga? Dadasi, nima bo'ldi? Yana buzildimi mashinangiz? Nima ham bo'ladi xotin? Yana eski kasalni qo'zg'adi. Nima gap xotin, nima bo'ldi? Dadasi, hozirgi holatingizni aytmoqchi emas edim, lekin bolamizni bog'cha pulini, keyin ijara pulini ham so'rab o'tirishibdi. Kechagina yana uyimizga kelib ketishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Jahonga yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz, zo'r. Rahmat, siz yaxshimi? Rahmat. Arenda pul tayyormi? Akajon, oldingizda xijolatdaman. Ming bor uzr. Inshaalloh ishlarim yaxshi bo'lib ketsa, sizga hammasini qo'shib qaytaraman. Demak, bu ham tayyor emas hali, ha? Yo'q. Ukam yaxshi gapga tushunmas ekansan. Kaltni beryapti. Aka, tirikchiligimchi? Tirikchiliging men bilanmi? Meni ham tirikchiligim bu ukam oxirgi strogada o'tgan edi. Xafa bo'lma ukam. Xo'p. Tirikchiligimdan ham ayiraman. Dadasi, hali bundan ham yaxshilarini olamiz. Nasib inshaalloh. Boy akasi doktorlar hammasi rost. Kambag'alni joni og'risan albatta jim tur. Profen oni yo'llar qimmat. Maqsad tu badan vatan. O'ylab kim sholam oldironim cho'ch bodam. Cho'ntag bosma qadam. Etsimasdan qarar ko'zlaridan. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'q men son qiymat. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'mat. Yetkazganingga shukr. Qarzlardan ham qutulayotgan bo'ldim. Allo? Assalomu alaykum dadasi. Ha, onasi. Kiyiningizchi, ikkitani olib keling. Xo'p, onajonisi. Xo'p, hozir boraman. Allo? O'rta, yaxshimisan? Ha, o'rta. Yaxshimisan? Bitta zo'r ish topdim, stavkaga o'xshash. Qanaqa ish, o'rta? Bir yo'lmiga bir kelgin, bir ko'rishib gaplashaylik. Hozir yetib boraman, o'rta. O'rta, qara, ko'rishmaganimizga ham ancha bo'pti. Tinimsiz mehnat qilyapman. Qarzlarimdan qutulish uchun. Bugun oyligimni oldim. Yig'ib terganim shu bo'ldi. Lekin bunaqa ishlaring bilan hali beri kosang oqarmaydi. Xohlasang bitta zo'r ish bor. Yo'q, shunchalar yaxshi ishmi? Ish qilib yomon ish emasmi? Yomon emas, zo'r ish. Xohlasang onlayn ishlashing mumkin. Xohlasang borib ishlashing mumkin. Mana bu topgan pulingdan 10 martasini ko'proq topasan. Yaqin o'rtog'imsan-ku. Yomon narsani tavsiya qilmaysan-ku. Ketdi o'rtoq. Soat necha bo'lganini bilasizmi? Har kun shu ahvol o'zgarib qolgansiz. Ishing bo'lmasin. Ol buni. Boshqa ayollar bilan yurgan ekansiz, menga xiyonat qilyapsizmi? Ichmayman degandingiz, lafzingiz bormi? Erkakmisiz o'zi? Ay. Dadajon, oyimga nima qildingiz? Oyajon! Qanaqa ish, o'rtoq? Yo'q, o'rtoq. Hozircha topganim yetib turibdi. Boriga shukr. Gaplashamiz. Men oilamni oldiga boryotgandim. Sog' bo'lgin. Bugun atrofimizda sodir bo'layotgan kichik voqeliklarni mana shu oilaviy muammolarda aks ettirishga harakat qildik. Haromdan topilgan boylik hech kimga vafo qilmagan. Baxt esa oddiylikdadir. Xoyu havaslarga berilib, yoningizdagi baxtni yo'qotib qo'ymang.